Hoppa. Tabriklasanglar bo'ladi. Men o'zimga 24 yoshimda 3 tobut sotib oldim. Nimaga 3 tobut oldim? Chunki bitta motosikl, bitta jon deyshadi. Lekin bitta narsa bor. Hamma mototsiklchilar ham o'lib ketmaydi. Faqat o'lib ketishi yo'q degan gap bor-ku. 299 BBB ni. Jigarlar, xudo xolasa, yurak orzuligicha qolmaydi. Yurak urib tursa bas, xudo xolasa, mototsiklda yaxshi kontentlar qilaman. O'zim uchun mazaq uchaman. Tez yurmayman deb niyatda oldim. Albatta buni ham tez bo'lmaydi. Maksimalkasi 200 bo'lsa kerak, yo 180 yo 200 bo'ladi. Xudo xolasa, kim nima niyat qilgan bo'lsa, nima orzu qilgan bo'lsa, hammanglar olib qilib ko'rishlarga maslahat bergan bo'lardim. Chunki shuni olmagunimcha men qilolmadim, maza qilolmadim. Boshqasinikini utsam bo'lmadi. Men o'zimniki bo'lgandan keyin endi maza qilib uchyapman. Xudo xolasa, maza qilamiz, jigarlar, kontentni yoramiz endi. Sizlar bitta like bosib qo'yinglar. Nima niyat qilgan bo'lsangiz kommentariyga yozib ketinglar.